Sizni bu qilayotgan muruvvatingiz boshqa odamlarni ham uyg'otadi. Nogironlar, kasallar, bemorlar, muhtojlar bularning duolari mustajab. Chunki Ramazon oyida jannat eshiklari ochib qo'yilar ekan. Imom Buxoriyda keladi bu hadis. Bugun mana shuncha xonadon 710 mingta deyapti. Bu degani 3 milliondan ziyod odamning duosida inshaalloh bu qilingan muruvvatni javobini Alloh beradi. Mana diniy sohada ham biz juda ko'p o'zgarishlar qilyapmiz, lekin birovga ko'z-ko'z qilish uchun emas, o'zimizni, xalqimizni dardi bilan yashash. Mana men eng yuksak qadriyat inson qadri deyman. Odamlarimizni rozi qilish va qadrini ko'tartirish va bundan katta boylikning o'zi yo'q. Ro'za Ramazon oyida duo olamiz, xalqimizni tinchligi, osoyishtaligi, tahlikali zamonda mana shu duolar bilan ko'p ishlarimiz ijobat bo'ladi, ko'p ishlarimiz natijali bo'ladi. Ramazon oyida butun xalqimizga tinchlik, omonlik tilayman.